Mani ko'ylagimni kim kiydi? Men qaydan bilaman? Meni shimimni kim kiydi? Abu. Har doim har xil kiyim kiyasiz. Endi dadam Dubaydan har hafta jo'natib turadi. Bo'ldi aka. Bolalar kvartira pulini berish kerak ekan. Yig'voraylik, Umid berasanmi? 2 kundan keyin beraman. Madina oylik uchsin. Madi kim u? Sevgilim. Dada, pul kerak edi menga. Qanaqa pul? Har kuni pul tashlaymanmi? O'zing top. O'rtoq xafa bo'lma, Madidan pul olib beraman. Madi kim? Sevgilim dedim-ku. Nima bu? Sen berasan pulni? Ammo hali klientlarimdan pul olmadim. Jinnimisiz? Stilistman u. Bu bolani yo'qotish kerak emas. Qashqadaryo bolalar urib o'ldirib qo'yadi-ku buni. Bola, uydan chiqib turinglar. Nimaga? Shu sevgan qizini olib kelmoqchi edim Uborkaga. Olib kel, biz yordam qilamiz Uborkaga. Nima deyapsan-ey? Nima deyapsan? Nima degani yordam beraman? Bolalar stipendiya tushibdi, nima qilamiz? Voy, kiyim qilamiz. Kim kiyim qilik deydi? Abi 4 ta oltin olib kelsak bo'lardi, hamma pulga kiyim qilmasdan. Armiya yashayaptimi bu yerda? Bolalar kvartirada nechta odam turibsizlar? To'g'risini aytsalaring indamayman. To'g'risini aytsak 10 kishi turibmiz. Voy, bila! Aldada yana aldadi. Ko'ydimi go'zal yor